Assalomu alaykum. Mana bugun Ko'ksaroy savdo majmuamizga kelgan yangilik tavallar bor edi. Shular iloji boricha chiroyli qilib narxlarni, kubalarni aytib berishga harakat qilamiz. Siz bilan Mahmudjon keling olamiz. Assalomu alaykum. Aka, sizsiz? Mahmudjon, bu 14 brusimiz. Aha. 3% sasna material, uzuni 4 metrlik. Hop, bular kuba turan narxlari $380 chiqdi. So'm miqdori 365 minggacha qilib beryapmiz. 365. 365 Endi aka to'xtang, shu joyi bu qatlag ishlaydi. Uyda qatida qurilishlar foydalanishadi. Asosan sarrob nimaga ishlatadi? To'sinlikga, harga ishlatishadi. Bizim asosan bu Marlon territoriyasida kamroq, hozir ko'p odam sesma quyib yuboryapti. Misol nima qilib? Buni asosan biz klientlarimiz Asaka, Sharxon yaxshi olyapti. Keyin bizda Marlon territoriyasidan hunarmandlar so'rini oyog'iga yaxshi oladi. Katta so'rinlar bo'lsa, misol 120 dan nima qilib kesadi mana. Biz ikkitasini qilib bor edi, o'shani kesib qo'yganmiz mana. 120 dan bo'ladi uzuni mana. Mana so'rayaq, 4 ta mashina qilib ishlataveradi. So'richi akalar olishadi. So'richi hunarmand akalarga olishaveradi. Keyin orqangizda nima, straplerimiz keldi. 4 ga 14 to'liq razmerda bu. Hop, bu 100% sasna material bo'ladi. Uzuni 6 metrlik. Ozroq nami bor, 100% quruq emas. Endi misol ayta turib, sal quriyapti-yu. Misol hozirgi kunda chiqayotgan narxlar bo'ladi, 146 ming so'mgacha qilib beryapmiz. 146. Ammo razmeri to'liq, 4 ga 14. 308 lik emas, ashuna hisobiyatcha qimmatroq chiqadi. Endi qalinroq so'raganlarga. Xuddi shuni mana bu yerda 14 ga 3,5 bor mana. 14 ga 3,5. Buni har safar videoda chiqaraveramiz. Shu mana bo'shab qolyapti, iloji bor sotilyapti. Bu narginga qaraganda narxi yengilroq chiqadi-da. Misol bozor, xonadonga yengilroq chiqaveradi. Lekin xizmat qilaveradi bu ham. Misol yaxshi xizmati yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, bularda hozirgi kunda chiqayotgan narxi Optimga ham, Donaga ham 115 ming so'mdan qilib yubordik Mahmudjon. 115 ming. Tugatishga. 110. Bundan oldingi videolarimiz 116 minggacha qilib bergandik. Uzoq bilan 117 ming qo'ygandik shekilli adashmasam. Bularda hozirgi kunda chiqayotganlar 115 ming so'mdan tugatishga qilib beryapmiz. Keyin bu yerda poltaxtalarimiz chiquvdi. Ashlarni ham bir qator ko'rsataveraylik. Bu razmerlar ko'proqda Ahmadjon, iloji boricha chiqqan poltaxtani yana ko'rsatishga iloji boricha obzor qilishga harakat qilamiz. Yana bor bunda. Yana bor, hali bu razmerdan borda. Hozir bu pasaysa, ertaga chiqib qolsa yana bir xil joydan o'ylash mumkinlik, bir xil narsa chiqyapti demasında. O'shuning uchun biz o'zi joycha torroqda joyimiz. Ashuna hisobga iloji boricha bir xil chiqayotgan razmerdan chaqirtiramiz, o'shani ustiga tushirib yuboramiz. 11 2 yil 100% sasna materialimiz. Bular hozirgi kunda 41 ming so'm qilib beryapmiz. Oxiri 41 ming so'm. Men yerda mana oldidan olsiz bo'laveradi. Mana 14 ga 2 lik poltaxtamiz mana. Bu ham 100% sasna mana. 14 ga 2 lik. 14 ga 2 lik poltaxtamiz, uzuni 4 metr 100% quruq shushiga taxtadan chiqqan bo'ladi. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 52 ming so'm qilib berdik oxirini. 52 ming so'm qilib berdik. Keyin men yerda 2,5 ga 10 likdan so'ragan akalarimiz bor edi. Ashuni ham bir qator chiqaraveraylik. Xo'p, mana bunisi Mahmudjon mana 2,5 ga 10 lik mana. 2,5 qalini, endi 10 likdan chiqqan bo'ladi. 9 qoladi ichidan keyin. 4 metrlik 100% sasna materialimiz. Xo'p, bular hozirgi kunda 50 ming so'm qilib beryapmiz narxini. 50 ming so'm. 50 ming so'm. Endi bundan o'zi pashta mashg'ulot joy ko'p emas. Endi misol 100 kvadratda atrofida bo'ladigan akalarimiz bo'lsa, xonadon chiqib qolsa, qilib beramiz, yetadi. Undan ag'iga to'g'ri sotuvchi akalarimiz ichi yo'qroq bu. Sotuvchilarga chiqmaydi, xonadonga chiqadi hozir. Keyin kelayotgan vagonimiz bor, sotuvchi akalarimiz iloji boricha qilib beramiz. Keyin mana slipkali materialimiz chiqdi. Mahmudjon 7 ga 2 lik. Bu qatga foydalanadi? Bu tunukan tagiga. Tunukan tagiga bunaqa hech kim shifrga qo'ymaydi-da. Bu qalinlik qiladi. Buni yupqali. Sal enliroq, tapalavroq bo'ladi. Ashuna hisobiga eni 7, qalini 2 lik bo'ladi. Uzuni 6 metrlik. Xo'p, buni pastida 36 metr bo'ladi. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarini 6400 so'mgacha qilib beryapmiz. 6800 so'm aytib, 6400 so'mgacha tushib beryapmiz. Xudo xolasa. Endi biz aytayotgan narxlar iloji boricha internetga qo'yilayotgan narxlar hammasi oxirgi narxlar. Misol ko'rishayotgan bo'lsa, bir qator solishtirib olishaveradi aytilayotgan narxlar. Iloji boricha internetdan ko'rib keldik desa, mana shu aytayotgan narxlarimizga qilib beramiz. Xudo xolasa. Chiroyli narxlarni kelishtirib qilib beraveramiz. Endi aka katta ob'yomga olaman deganlarga chegirmalar o'tib beradigan xonalari bo'ladimi? Yo'q, ularda hozir Mahmudjon, ularni misol $330 beryapmiz. Shu boshqa yerlarda oshdi bu narxlar. 340, 350, 360 gacha berishyapti. Misol biz kattaroq partiya bor, ashuni eski kelgan narxda sotib olyapmiz. Endi keyin kelayotgan narxlar oshishi mumkin-u. Hozir biz $330 dan chiqaryapmiz hammasini. Poltaxtalarda xo'p, poltaxtani $390 qilib berdik. Shpundlikni 5 funt holatini $380 qilib beryapmiz. Burusimiz aytildi, $380 beryapmiz. Buni
Burusdan iloji boricha 20 qilib beramiz. 370 gacha qilib beryapmiz. Xudo xolasa. Aslida so'm miqdori 365 ming bo'ladi. Mana buni o'zi hozirgi kunda chiqayotgan narxi 146 ming so'm chiqyapti. 146. Aka endi bitta manzilni tushuntiraylik aka doimiy. Tushuntirib beramiz. Manzilimiz bag'i Akbapak yo'nalishi Mahmudjon o'qchi yo'nalishiga qarab 700 metr yurishsa, chap qo'lda bizga Ko'ksaroy savdo majmuamiz chiqadi. Bag'i o'qchi yo'nalishi bo'ladi. Yon tomoningiz aşağıdan 500 metr Akbapak yo'nalishiga qarab yurishsa, o'ng qo'lda bizga Ko'ksaroy savdo majmuamiz keladi. Xudo xolasa kelsa chiroyli qilishdan bitkazib berishga harakat qilamiz. Ekran pastiga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Nomerlarimiz ishlaydigan nomerlar WhatsApp, Telegram hammasi bor. Shu nomerga iloji boricha aloqaga chiqishaveradi. Akamiz nomerlari bo'ladi. O'zlari javob beradilar. Mobilda javob berolmay qolsalar, agar masha yaqin o'tadilar, harakatimiz tushungan bo'lsa, kelsa o'zimiz hatto bo'lamiz, ishlarni bitkazib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka vaqtingizni oldim. Rahmat bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.